Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Minecraft o'ynaymiz. Qani unda videoni boshlaymiz. Robot. Chaqdim. Salom, qishloqqa qalaysan? Yaxshi. Eshitdimki, qishlog'imizga tsunami kelayotgan. Bu qachon? Aldama. Do'stlar, joyga arib ko'rga. Bu Rustammi? Yoki familiya mas'ullar. Tsunami kelishini bilmaymiz. Bundan bizga nima bo'ladi? Tushunamiz. Poi erano solo parenti slot Jacob. Ay, poi buni mapalaxatu. Undan ham quvonib kelishadi. Juda ham e'tibor bo'lganiga qarang do'stlar. Kechagina juda kam edi. Ha mayli, endi biz nima qilamiz? Endi biz qishloqlarga qaytamiz. Endi qishloqlar vahimaga tushdi. Hoy, Rostdan tsunami kelibdi-ya. Ha, rostdan kelibdi. Endi nima qilasizlar? Uyda 2 qavat qilib bitirsak nima deysan? Sen ham qo'shilasanmi? U yog'ining ish bermaydi kompon. Rostdan ham qishloqqa gapga kiraman. Lekin axir qishlog'imizni 2 qavat qilib bitamiz, yopamiz. Hech narsa qilmaydi. Uyimizni olib ketolmaydi. Qishloqqa tushunsangchi. Yo'q, kompon uning ish bermaydi. Tushunsangchi. Biz sуда qayta yashil joy qidiramiz. Sen shunga qo'shilasanmi? Ha, men o'zim bilasizlarmi? Qishlog'imizni 2 qavat qilib yopsak nima deysizlar? Yo'q, uning ish bermaydi. Qishloqning gapiga qo'shilaman, ish bermaydi uning. Uyimiz baribir olib ketadi, biz yashirin joy qidiramiz. Lekin hamma yashirin joy, faqat yashirin joy. Hoy, ittimni tsunami keladigan qishlog'imizni yopsak nima deysan? Ikkovimiz kechasi qishloqlarga bildirmay. Yo'q, uning ish bermaydi kompon. Baribir uyimizni olib ketadi. Bo'ldi, men boshqa toqatim chidamaydi, hammasidan so'rab chiqishga. Men endi uyimning quraman. Qishloqlarga ishim yo'q, men charchadim axir bularning har biridan so'rab chiqishga. Qani unda boshlaymiz do'stlar. Mana do'stlar, qurban bo'ldik. Mana ko'ring, juda ajoyib bo'ldi do'stlar. Qarang. Endi men bo'lgan narsalarni olib qo'yib bo'lmaydi do'stlar. Eshitib qoldingmi? Kapot, lekin buning ish bermaydi. Ish beradi buning. Endi nima qilaman do'stlar? Endi magazinga borib narsalarni qilaman. Mana do'stlar, narsalarni ham olib boryapman. Endi men nima qilaman? Uning ish bermaydi. Ogohlantiraman. Nima qilamiz? Qo'yamiz. Hozir uyimizni juda chiroyli qilamiz do'stlar. Xudo yetadi degan umiddaman, hissa kerak. Qani shunda qo'yamiz. Voy, bu qarovsiz xuddi shunday. Voy, bu do'stlar, uyimiz juda chiroyli bo'lyapti-ya. Qarab
Voy bu juda zo'r bo'lyapti lekin do'stlar. Do'stlar, ballar adashdik hamaylar. Voy bu juda zo'r bo'lyapti. Endi men nima qilaman? Endi men borib narsalarni olib kelaman do'stlar. Juda zo'r bo'lyapti. Ketyapman o'zim. Hamaylar borib qishloqlar ko'rmasligi uchun men bu yerga buni qo'yib qo'yaman. Keyin borib mebellarni olib ketay. Uyimiz tayyor bo'ladi. Voy bu do'stlar ketib qolibdi-ku. Internet narsalarni hozir qo'ysammi yo ertami do'stlar? Hamaylar men dam olay picha. Ko'raman. Yo'qolgandan la'natga. Endi do'stlar qurishga boshlaymiz. Qara chiqay. Shoqolchi qancha qo'yamiz? Endi do'stlar nima qilamiz? Endi buni bu yerga qo'yamiz. Voy bu ajoyib bo'ladi. Ha, yerga qo'yamiz. Buni batab buni qo'yamiz. Voy bu ana so'z bo'ldi do'stlar. Endi nima qilamiz? Endi hozir uyimga chiqaman. Albatta bularni olganman. Mana do'stlar, bir ikkita narsa yetmay qolganda shularni oldim. Bir ikkita narsa yetmay qolganda shularni oldim. Va sandiq qo'ysamikina ana shu qarab ayyorlar. Bu yerga do'stlar ajoyib bo'ldi. Bu ajoyib zo'r bo'ldi va bu yerda har kuni ovqatlansam bo'ladi do'stlar. Qani izlaymiz. Juda kulgili ekan-a. Emas kulgili, axir sizlar ham tashingan topib qo'yganingiz. Komfort buni bermaydi, ish bermaydi hayotda. Ish bersa-chi, sizlar shu yuraveringizlar endi qishloqqa qarab, yashirin joy qarab. Ha, sizlar nima deysizlar endi? Kattaram o'qishloqlar gapiga qo'shilaman, buning ish bermaydi hech qachon. Ish bermaydi, mayda baribir. Endi do'stlar, endi men nima qilaman? Zo'r bo'ldi va bir bora chiqdi do'stlar, lekin sunami kelsa ham olib ketolmaydi. Buni qarang do'stlar, endi lekin qani unda nima qilamiz? Do'stlar, mana uyimizni ham ko'rib qoling. Endi do'stlar nima bo'ladi? Unda hayot to'xtadi do'stlar, ko'rib qoling.